Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalamu alaikum hurmatli Qadamjoy жаңылыктар YouTube kanalining kattaluvchilari. Munavi istirokani qarangizlar. Hozir jaz kelib bardigi qurilish ishlarini boshlagan uchun. Bu yerda bir sonun жаңылык bo'ptir. Adamlardan, uy quruvchilardan, ustalardan işini jengilletuvchi bir shayman olib kelingan ekan, o'shani sizlarga reklama qilayin deb tartotgan uchirim. Hozir yaqinroq boramiz. Manaki sizlarga aytayin degan жаңылыгы mana shu. Жаңы traktor kelibdir. Bu o'zgacha traktorning xizmati. Bayagı mınadan suv to'ldirib o'tam deydi, biraz turib ishlatamiz deydi. Bu traktorning negizgi xizmati bunaka ko'ryapsizlar, sementni, shag'alni bardig'ini ilgari ustalar qo'lda aralashtirib mehnat qilsalar, hozir bu shul traktor mehnat qiladi ekan. Hozir biraz turib ishlashini da ko'rsatamiz. 150 ga o'xshab murdag'i, shuni bazasida chiqibdir. Bunaka agregatlari o'ta son ekan. Kovushqa qancha batat dedingiz? 2 kub sement batat ekan. Bir quyganda beton aralashma, shag'al sement aralashma. Suvda o'zi qo'yadi ekan. O'shunda o'shul traktorni zakaz qilsangizlar, qurilishingizlarga borib turib, ishni jengillatadigan ustalari bor ekan, ha? Ustalar var. Usta yok bolsa, usta var. Eğer ustası bolsa, kuyu bergenge zakaz alsak buluveradi. Zakazga qanchadan berasizlar? Kubası 800'den. Kubasi 800. Eğer ustası özlerinden bolsa. O'zlaridan bo'lsa, qancha kuba qo'ysa 800dan siz aralashtirib tayyor qilib qo'yib berasiz-da. İş tezdeyt, anan jengildeyt. Tezdeyt. Jengildeyt. 3 günlük işti. 2 saat 3 saatte bitirip koysa bo'ladi. Apalıkka tayyor bolsa. Anan bundayda bitta bir o'rchunda usroda o'shal bir apalıpkani aylantirib 2 saatda qo'yib qo'yib, 2 kundan keyin dag'i borib qo'yib berasizmi? Shunday bo'ladi. Bo'laveradi, shunday qilsa da bo'laveradi. Yaqin aralıkka bolsa, boshqa rayonga bolsa bo'lmaydi anda. Endi sirazu qatiqanga cheyin turibdi. Yaqinroq yer bolsa, borib kelsak bo'laveradi. Yaxshi. Minaki shunday yaxshi жаңылыктар kelibdir. Zakaz qilsangizlar bo'ladi ekan. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. Telefon numarası birinchi yol ishlatyapmiz. 0220 81 69 61 ekan. Жаңы ishni boshladik. Жаңы ishni boshlabdir. Bugundan ishga tushdilar. Minaki qurilish bo'lib o'tadi ekan. O'sha yerga hozir ishlashini daha ko'rsatamiz. Qanday ishlaydi, qanday yumush atqaradi. Emi 2 adam, 3 adam bo'lib shag'al tashib, o'g'a sementni tashib, ondan suv quyib, anan bir adam onu arabada turtib borib 4-5 adamning ishini bir o'zi atqaradi ekan. O'sha yaxshi жаңылык ekan. Hozir boshlaysiz-da ishda. Suv to'ldirib boshlaydi ekanlar. Biraz turib turamiz. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, ushul traktorni zakaz qilish uchun Muslimbek og'amizga qayrilasizlar. Telefon nomerini ko'rsatib o'tdik. 0220 81 69 61. Nogardan ayılında joylashgan ekan, qolgan uchurda qayrilsangizlar bo'ladi. Barib xizmatingizlar qilib berishadi.
qanchalik jo'g'ri egiz bo'lsa dag'in mumkinchiligiga qarab turib aytgan yerga quyib beretken. Özü aralashtirib, sementni, shag'alni, suvni o'zi quyib aralashtirib beradi. Buna ушинтип өзү көтөрүп, өзү куят экен. Өтө жакшы, ишти жеңилдетишке жакшы болуп тур.